Sizlar bilan yana Hatred Gamer kanali. Bugungi videoda biz jinoyatchilarni ushlaymiz, ularni qo'lga olib hibsga olamiz. O'tgan videoga men sizlarga aytdim, bir kunga 50 ta like qilibetsanglar, bu videoni deydim. Hop, mana o'sha videoning davomi. Hop, video boshlashdan oldin kanalga obuna bo'lib, like bosib esingizdan chiqmasin. Unda biz videoni boshladik. Boshlashdan oldin o'zi общий jinoyatchilar emas, patrulga yoki jinoyatchilar ishlamoqchi bo'lsa, birinchi navbatda omon forma kiyish shart. Обязательный. Hop. Keyin yana bitta sherik kerak. Sherik hozir chaqiramiz. Hop. Patrul va ya'ni raid qilamiz. Hozir shahar jinoyatchilar ishlaymiz. Birinchi sherik o'zi kelishadi hozir sheriklar. Patrul jinoyatchilar ushlash uchun politsiya pidaga kiramiz yo boshi gelik ustiga любой mashina ustiga bosib turib, mashinaga bo'lim chiqadi. Politsiya pidani bosib, jinoyatchilarni quvishda bosamiz. Hozir yaqin oraga jinoyatchi yo'q ekan, shuning uchun shaharda raid qilamiz. Hozir ozroq yuramiz. Jinoyatchilar qilinsa, topilsa xabar beraman. Bitta jinoyatchi bor bizga, politsiya pida jinoyatchilarni quvish, qahramon degani. Shuni ta'qib qilishni bosamiz, keyin o'zi metkada aytib turadi qayerga ketayotganini. 10 daqiqa vaqti bor bizga ushlash uchun. Va mana o'zi keldi. Xo'p, nima qilamiz? Timga qo'ydik. Tik. Hozir o'zi keladi. Tayzer qolmadi. Elimizga bor ekan hali. O'zi kelamiz. Tayzer otib ushlaymiz uni. Hozir u chiqib ketolmaydi. Men qizil nuqtaga borganimizdan keyin chiqib ketolmaydi, chunki chiqib ketsa ham ta'qib vaqtida chiqib ketgani uchun qamoqqa qo'yiladi 60 daqiqa. Shuning uchun orqasidan quvib ushlaymiz. Nimagadir bu safar qanaqadir ushlanmayapman-da. Ne qilib? Tayzer. Voy. G'alay bo'lib qoldimmi nima? Jotanim, ana yana bitta jinoyatchi. Ana. 1-2 jek qoidasi buzilishi u ana. Shuni maxsus kamarda turib uzr endi o'tmaydi. G'alay bo'lib qolmanman. Har doim normal yotadim. Ne qilamizda? Hop, deb ushlaymiz buni. Erpa bilan endi buni olib ketamiz. Hop. Qanaqa besabab? 1-2 jeki. Hech nima o'zidan o'zi hech nima bo'lmaydi. Eshiklar yopiq deb. Tam mashinaga o'tkazamiz. Hop. Endi mashaqqa olib keldik. Atilab qolmadim. Qanaqa atilab qolmam? Orqaga ham yurdizki. Eshiklar bloklangan deymiz. Va eshik yopiq yana bloklangan. Adashmasam to'rt ko't. Endi buni qamaymiz. Biroq ular qamash erpalarini ham ko'rsatib beraman. Ko'p kishi erpa bilmaygan. Erpa nima deydiganlar ham bor manga o'yinda. Farruh. Qamasang ustingdan yozaman aytib qo'y. Ustingdan yozaman Farruh.
O'zing yerda turibsan, ey. Miyang ishlaydimi sana? Miyang balkonniy bo'lgan, cho'rt. Как раз mana. Voy, ishlaymanmi? Sana atela burganim yo'q. Chukki ekanman, o'ylab Gapiryapmanmi? Bez. Bezmisan sen? Yo'q, men sana atela burganim yo'q mashinada. 2. No, ustidan jalbat alasam hozir bemalol video propiska topdi. Senga qo'taman, tushundingmi? Mana. Ko'tingga sikaman. Chiqi, ko'tingga sikaman, tushunding, Shoruh? To'q. Hozir menga shu gap uchun men hozir lakasi bilmasammi? Ko'tingga sikaman, Shoruh. Ko'tingga sikaman, chiqi. Balkoniydan ketasan, ko'tingga sikaman, chiqi. Besabab qamoqsanmi, ko'tingga sikaman, aytib qo'ying. Tushundingmi? Men Qashqadaryo bo'lgan gibanjalab. Viloyatga ko'tingga sikaman, aytib qo'ying. Etiski jalab. Litsenziyasini olib qo'yamiz buning. Jalbat eling. Yo'q ey. Hayır uka. Mana o'zinglar unga mayli, unga ini qo'y. Yoza olmadi videoning bu tarafi, chunki videoni o'chiruvdim. Qarasa yo'limizdan chiqib qoldi. Mana qamaldi. Shu kerakmidi? Tezir yo'q. Menga ham qonadi o'sha salkam. Ketdik. Shu vaqtgacha kerak, ramza haqorat qilib. Bu nima? Agar hozir bizlar bilan birga to'xtasa, sababsiz yo'l o'rtasida to'xtasa, yaxshi, Askov Emilydan akam. Arizam bor, ko'rib chiqing, berishmadi hali. Keyinda endi hozir vaqtim yo'qda. Baqa jinoyatchilar ko'pkan. Shayton bazm. Shayton, ana. Shayton bazm. Endi jarima uramiz endi nima qilib. Hammasi ko'rib bizga qochib ketdimi?
ana 1.6 mk foydasini bu. Chunki 1.6 mk hop 3000 rubl. Uzar tushsalar bo'lsa biza kuch ishlatishga majbur biza. Qanaqa? Tushdi kuch ishlatishga majbur bo'lamiz. Tushmadimi? Ha bo'l. Os. Endi bunga uramiz. Bahone jarima urishni ham ko'rsatib beraman. Hop, qanida jarima DXX, IVJ hamma xodimlar ko'rinadi. Politsiya xodimlari ko'rinadi asosan. Shuning uchun video. Hop. To'xtarov Pro 1 mk. Ketdigi. Biz videodagi maqsadimiz jinoyatchilar ushlashdi nima? Xo'sh ketdi. Shu joygacha ko'rganlar like bosib kanalga obuna bo'lib esdan chiqmasin. Yana eslatib o'taman, agar shu videoga 77 ta like yig'ilsa, administratorlikka ariza tayyorlashtiradi, keyin Ichki ishlar vazirligiga kirish, rak oshirish, ularni hammasini batafsil o'rgatib tushuntirib o'tib ketaman. Xo'p. To'g'ri, bu videoga sal kamroq bo'lib qoldi. Endi jinoyatchilarni ham ushlamadik. Keyingi videoga nasib endi ushlashga harakat qilamiz. Videoni shu joyga ko'rgan bo'lsanglar like bosib, kanalga obuna bo'lib esdan chiqmasin. Sizlar bilan Xayriddin Gamer bo'ldi. Barchaga xayr.